Assalomu alaykum. Mana biza hozir Tangemhan tabobat markaziga tashrif buyurdik. Bugun sizlar bilan xonalar biza obzor qilamiz. Bu yerda bizlari kosmetologiya markazimiz. Bu yerda kosmetologiya markazimiz. Mana bu joyda diagnostika qilamiz. Har qanday kasalliklarni tekshiramiz, sabablarini aniqlaymiz. Diagnostika apparatimiz hozir o'chgan. Chunki ketish oldi sizlarga video qilay dedim. Tushuntirib beramiz sabablarini. Bu yoqda hijama, zuluk, korreksiya figura, massaj, yuz bilan shug'ullanish, soch to'kilishi, xullas barcha tabiiy usullar bilan shug'ullanamiz. Fizioterapiya, bo'g'im og'riqlari, oyoq og'riqlari, xullas shunaqa. Endi ikkinchi xonamizga boramiz. Bu yerda kosmetologimiz ishlaydilar. Bu joyda biza konsultatsiya qilamiz. Konsultatsiya ishlari bilan shug'ullanamiz. Sizga nima kerak, qanaqa muolaja kerak, qanaqa sizda muammolar ketyapti, mana shularning barchasi konsultatsiya qilinadi. Malakali vrachlarimiz tomonidan, doktorlarimiz, tabiblarimiz tomonidan. Endi mana bu yoqda bizani bolalar xonamiz. Bolalarda qanaqa muammolar bo'lsa, mana shu yerda bolalar xonasida tushuntiriladi, ko'riladi. Xullas shunaqa. Bu joyda chanoqson sohasidagi muammolar bo'lsa, bolalarda gips qo'yamiz, shina qo'yamiz. Xullas mana shu yerda kichkina chaqaloqchalarimiz bilan tug'ma chiqishlarni davolaymiz. O'sha gipslarini mana shu yerda qo'yamiz. Xullas shunaqa. Bizning hamkorimiz Tiens brendi. Biz Tiens brendi ostida chiqqan kalsiy mahsulotlari bilan ishlaymiz. Ya'ni vitaminlari, badlari bular tabiiy 5000 yillik tarixga ega tabiiy mahsulotlar hisoblanadi. Xullas shunaqa.